tomonidan yana bir bora guldiroz olqishlarni bugun chalib qo'yishingizni iltimos etgan bo'lar edik. Rahmat. Sahnamiz markazi tomonga Qo'shko'pir tuman hokimi o'rinbosari qizaloqlarim, hammangizni mana shu bugungi tadbir Zulfiya xonim tavallud kunining 111 yilligi shodiyonasi bilan, bayrami bilan chin qalbimdan muborakbod qilaman. Albatta har yili bahorning ilk kuni 1-mart hammamizni qalbimizga bir o'zgacha bir shukuh, o'zgacha bir kayfiyat, o'zgacha bir ma'no baxsh etadi. O'tirib qarasak, bahorning kelishimi ekan, tabiatning uyg'onishi tufayli ekan, yoki bo'lmasa xalqaro mana xotin-qizlarimiz kuni munosabati bilan shuncha xursand bo'lamizmi ekan desak, 1-mart ilk bahorning ilk kunida bütün o'zbek ayollarini namuna bo'lgan, bütün o'zbek ayollarini bir chiroyli o'zini sadoqati bilan, vafosi bilan, qolaversa vatanni sevishi bilan, onalik mehri bilan bütün mana shu ayollarimizga ibrat bo'ladigan ayolimiz, ibrat bo'ladigan onaxonimiz Zulfiya xonim tavallud kuni ekan. Mana shu tavallud kunini har yil mamlakatimizda bütün O'zbekiston bo'ylab katta bir shadiyona bilan nishonlaymiz. Hozir men bejizga bu nimaga madaniyat uyina bu tadbirni bir hammani jam qilgan holda maktab o'quvchilarini ko'proq jalb qilib, bugun mana shu Zulfiya xonimni katta ko'pchilik biza kichkina bir nimamizda o'tirib tadbirni tashkillashtirishda suhbatlashganimizdan mana ko'rdingizlar hozir Hayot ko'zgusi gazetasining muharriri Tillayevani men chaqirdim maslahata, mana qizlarimizni tilchi, adabiyotchi ustozlarni chaqirdim. Qanday tartibda o'tkazamiz desa, mana nimadan kirib kelgandan madaniyat uyini kitoblar ko'rgazmasini qilamiz dedilar. Kitoblar ko'rgazmasi butun mana shu Zulfiya xonimni qalamiga mansub xalq shoirasi degan nomni olgan. Xalq shoirasi degan maqomga ega bo'lgan shoira opamizni kitoblarini ko'rgazmasini qilamiz dedik. Chunki she'rlarida yana aytaman, sadoqat, vafo, muhabbat kuychisi deymiz. Vatan kuychisi, vatanni mana shu ulug'lash, vatanga sadoqatli bo'lish, sevgan yorina vafodor bo'lish, sadoqatli bo'lish, qolaversa farzandlarini mehribonlik ko'rsatib, ularni yaxshi tarbiya olishni o'zini shunday bir chiroyli namunasini ko'rsata olgan Zulfiya xonimning kitoblarini qo'lingga ushlar ekansan, bexasdan o'zbek ayoli ekanligidan faxrlanib ketasan kishi. Ana shu faxrni har bir qizimiz qo'lina kitobni olganda his qilsin dedi.